Ularning aytishicha, Buxoro arki hech qachon uxlamaydi. Uning qadimiy toshlari hech kim eshitmasa shivirlaydi. Shamol eskanda devorlari nafas oladi va agar siz yarim tundan keyin qolsangiz, hech qachon tark etmagan qalblarni eshitasiz. Shuhratga chanqoq 26 yoshli o'zbek vlogeri Kamolni qish kechalarining birida fotoapparatini mahkam ushlab, arvohlarni chertish uchun quvib, Buxoro qo'rg'onining yuragiga olib keldi. Ark ko'kargan osmon oldida qorayib turardi. Yarim oy oz jangovarlari ustida ilgakdek osilgan, pastdagi shahar esa yupqa tuman korpasi ostida uxlab yotgan edi. Kamol internetda o'nlab rivoyatlarni ko'rgan edi. Ular qatl etilganidan keyin ancha vaqt otib qichqirgan mahbuslar haqidagi hikoyalar va ark ostidagi zindon hali ham qirollik oltinlarni o'g'irlagani uchun terisi tiriklayin terisi solingan ovozlar bilan yangrayotgani haqida pichirlagan. U bularning barchasi xurofot deb o'yladi. Bu virusli arvohlar tarixi epizodi uchun juda mos keladi. Ammo Kamol zindonga yo'l so'raganida kiraverishdagi qoriqchi jilmaydi. U erga tushgan odamlar, dedi qorovul ohista, qaytib kelmanglar. Kamol kulib yubordi, lekin qorovulning nigohlari la'natda ergashdi. Zindonga chiqadigan zinapoya tor, notekis, opkadek sovuq nafas olardi. Har bir qadam quruq suyaklarning chertgan ovozini chiqardi. U chirogini yoqdi, uning nuri nam havoni kesib o'tib, eski forscha sozlar bilan tirnalgan devorlarni, zanglagan zanjirni va odam uchun juda kichkina ko'rinadigan singan qafasni ko'rsatdi. Bu yerda kimdir bo'lsa, dedi Kamol yarim masxara, yarim asabiy, kameraga nimadir degin. Faqat sukunat javob berdi, qalin va bosimli. Keyin sekin bir tomchi suvning ovozi eshitildi. Bu suv emas edi. Tomchi yerga tekkanida tirik narsadek xirilladi. Kamol qotib qoldi. U kamerani yuqoriga qaratdi. Hech narsa yo'q edi. Faqat tosh, ter va qol izining zaif shakli uning qolidan baland, yangi va xol edi. Bu yaxshi, deb pichirladi u, haqiqatan ham yaxshi kadrlar. U chuqurroq yurdi, har biri bir qadam orqada ketayotgandek oz qadamlarni quvib chiqardi. Havo qandaydir ogirroq, shirinroq bo'lib tuyuldi, xuddi nimadir olgan xonadagi havo kabi. Uning kamerasining qizil chirogi ochib yonib, u to'liq zaryadlangan bo'lsa-da, batareya kamligini ko'rsatdi. Galata, deb goldiradi Kamol uni silkitib, so'ng u eng zaif kulgini eshitdi. Odamning kulgisi, ichi bosh, yorilib ketgan, asirlik. U keskin burildi, lekin uning orqasidagi koridor bo'sh edi. Faqat matoning shitirlashi, xuddi qum orqali zanjirlarni sudrab yurgan odam kabi. Bu shunchaki shamol, dedi u o'ziga, garchi bu yerda shamol bo'lmasa ham. Keyin hid o'zgardi. Temir, chirish va kuygan sochlarga o'xshash narsa. U yo'talib, dumaloq, shifti teginish uchun pastroq, devorlarda bir paytlar mahbuslar bilaklariga osib qo'yilgan halqalari bo'lgan kattaroq xonaga qoqilib kirdi. Kamera milt-milt etib, devorlar yonida turgan soyali shakllarning qisqa chaqnashlarini ko'rsatdi. Ular odamga o'xshamaydi. Mayli, dedi Kamol titrab, bu zo'r, keyinroq ovoz qo'shaman. Ammo u yana gapirishga ulgurmasdan, fonar xiralashib, faqat kameraning xira porlashini qoldirdi. O'sha xira yorug'likda u imkonsiz narsani ko'rdi. Teskari osilgan jismlarning konturlari, havo harakati bo'lmasa-da, asta-sekin tebranayotgan, yuzlari xiralashgan, ko'zlari yo'qolgan. U ko'zlarini pirpiratdi va ular g'oyib bo'ldi. Ularning o'rnini namlikdan silliq devorlar egalladi. U qo'lini bir devorga bosdi va irkitdi. Teri kabi issiq edi. Devor ichidan pichirlash keldi. Siz hikoyalar uchun kelgansiz, siz bir bo'lib ketasiz. Kamol kamerani tashlab yubordi. Uning linzalari yorilib ketdi, lekin hali ham yozib oldi. U yuragi qovurgalarini mushtlagancha zinapoyaga yugurdi, lekin zinapoya endi yo'q edi. Yer ostidan chuqurroq buralib ketayotgan boshqa yo'lak edi. Yo'q. U qattiq nafas oldi. Kamera uning rangi oqarib, terdan hol bo'lib qolganini, ko'z qorachigi dahshatdan kengayganini ko'rdi. Kulgi qaytib keldi. Bu safar yaqinroq, yana o'nlab odamlar qo'shildi. Davralarda aks-sado berdi. Ular shunchaki tovushlar emas, balki eski Buxoriy shevasida biz dardni eslaymiz. Sen nurni ko'tarasan degan so'zlarni hosil qiluvchi boginlar edi. Keyin yorug'lik oldi. Butun qoralik uni yutib yubordi. Yagona ovoz uning nafas olishi edi va u bilan birga yana bir narsa nafas olayotgan edi. U telefon chirogini yoqdi. Bu bir soniya ishladi. Uning yonida cho'kkalab o'tirgan figurani ko'rish uchun yetarli edi. Terisi kulrang, ko'zlari kuygan teshikdek, eski amir askarlarning yirtiq choponini kiygan. Shakl yaqinroq engashib, og'zi qaltirab pichirladi.
Kema nima uchun turganini bilasizmi? Chunki u komilmaganlar ustiga qurilgan. Kamol chinqirib yubordi va telefon qulab tushdi. Uning nuri devorlarga bosilgan yuzlar bo'ylab aylana boshladi. Yuzlab yuzlar, haqiqiy, biroz harakatlanuvchi, ogiz sozlari. Bir necha kozlar unga qarab iltijo qilar edi. Boshqalar jilmayishdi. U ko'tarilmoqchi bo'ldi. Barmoqlari toshlarni qoplagan hollikda sirgalib ketdi, lekin qo'llar erdan ko'tarilib, topiqlarni ushlab tortdi. Kamera audiosi go'shtning hol zarbasi bilan to'lgan va uning iltimos, kechirasiz, demoqchi emas edim. Tongda qorovul kirish eshigi ochiqligini ko'rdi. Ichkarida Kamolning kamerasidan boshqa hech narsa yo'q, batareyka yana to'lgan. Kamolda arvohlar ham, osilgan jasadlar ham ko'rinmasdi. Faqat Kamol bir soatcha jim turgani, obyektivga tikilib, nafasi ostida nimalarnidir pichirlagani. Keyinroq ovoz kuchaytirildi va politsiya tomonidan yana bir bor takrorlangan ovoz, menning ovozi yana bir bor takrorlandi. Uning oilasi uning shaxsini aniqlash uchun kelganida, ular mumiyalangan, go'yo asrlar davomida quruq edi. Lekin eng galati narsa, qochirilganda ham yangi sahnalar paydo bo'ldi. Hech kim eslamagan tunnellar, uni tomosha qilgan har qanday odamning ismlarini chaqiradigan ovozlar. Bir necha kun o'tgach xuddi shu pichirlash bilan, siz hikoyalar uchun kelgansiz, endi biz siznikini aytamiz. Endi Ark yana jim turadi, lekin sayyohlarning aytishicha, agar siz tunda zindon darvozasidan o'tsangiz, yerning chuqur qismida kameraning qizil miltillashini ko'rasiz va agar diqqat bilan tinglasangiz, suyaklarning chertishini va pastdan kulayotgan yigitning ovozini eshitasiz, lekin nihoyat uni ushlab olgan arvohlarni quvib